Bir tomchi yog' ishlatmasdan sizlar bilan birgalikda ajoyib nonushta tayyorlaymiz yoki dangasaliginglar tutib, umuman ovqat qilginglar kelmaganda ham shu taomni tayyorlasanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'shanda tuxum qanaqa bo'lishini ko'rib olasizlar. Demak, birinchi navbatda hech narsa surtilmagan tovaga tortilla solib, videoda ko'rsatilgandek qilib, sosiskani terib chiqamiz. Keyin esa tuxum solamiz va qirg'ichdan o'tkazilgan sirni solib, ustini tortilla bilan yopib, past olovda 10 daqiqa davomida tayyorlaymiz. 10 daqiqadan keyin esa teskari tarafini o'giramiz va pomidorni terib chiqib, ustiga yana sir solamiz va yana 5 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. Ta'bga ko'ra sirni kamroq yoki ko'proq solsanglar bo'ladi. 5 daqiqadan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali taom tayyor. Ta'bga ko'ra bezatib, dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Ichidagi tuxumi ham to'liq va mazali bo'lib pishadi. Tovaga hech narsa surmaganimizga qaramasdan yopishib qolmaydi. Bundan tashqari mahsulotlar zo'r uyg'unlashgani hisobiga ajoyib ta'm hosil bo'ladi. Xullas, ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!